Har qanday jinoyat katta rejadan boshlanmaydi. Ba'zan u birgina parolni bilish, qulay fursatni poylash va noto'g'ri qaror qabul qilishdan boshlanishi mumkin. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida hamkasblar o'rtasida sodir etilgan o'g'rilik jinoyati ham aynan shu omillar oqibatida yuz berdi. Bir lahzalik nafs va ishonchni suiiste'mol qilish esa bir insonni jinoyat yo'liga yetakladi. Ba'zida eng katta yo'qotish begona odamdan emas, eng yaqin deb bilgan insoningizdan kelishi mumkin. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidagi tikuv fabrikalaridan birida sodir bo'lgan holat ham buning yaqqol isboti bo'ldi. 2004-yilda tug'ilgan fuqaro kiyinish xonasida hech kim yo'qligidan foydalanib, o'zi bilan birga ishlovchi dugonasiga tegishli bank plastik kartasini yashirincha qo'lga kiritgan. Eng achinarlisi esa kartadan foydalanish uchun zarur bo'lgan parolni ham u avvaldan bilar edi. 3-may kuni hamkasbim bilan birga oziq-ovqat magaziniga bordik. U bilan birga oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qildik. Hamkasbim olgan oziq-ovqatlarini bank kartasi orqali to'lov qildi. Sotuvchiga aytgan maxfiy parolini eslab qoldi. Shundan so'ng gumonlanuvchi G'ijduvon tumani markazidagi bankomat orqali 3 marotaba pul mablag'ini yechib olib, jabrlanuvchiga jami 1.200.000 so'm miqdorida moddiy zarar yetkazgan. Dastlabki surishtiruvlarda gumonlanuvchi bu qilmishiga moddiy qiyinchilik sabab bo'lganini bildirgan. 4-may kuni pul zarur bo'lganligi sababli ishxonamizda qarovsiz qoldirilgan hamkasbimning bank kartasini oldim. İçidagi bor pulini bankomatdan yechib oldim. 15-may kuni hamkasbimni bank kartasini etib joyiga qo'ydim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Hamkasbimdan ham uzr so'rayman. Davlatimizdan ham qilgan ishimdan afsusdaman. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor texnik tadbirlar natijasida gumonlanuvchi qisqa muddatda aniqlanib qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Moddiy qiyinchilik yoki boshqa har qanday vaj qonunni buzishga asos bo'la olmaydi. Bir lahzalik nafs ortidan qilingan xato esa nafaqat birovning ishonchini, balki insonning o'z kelajagini ham xavf ostiga qo'yishi mumkin.